Bugun o'sha mashhur bo'lgan Samarqand shahridagi Bulvar xiyoboni haqida gaplashamiz. Hozirda Universitet xiyoboni nomi bilan mashhur bo'lgan bu joy kengligi 128, uzunligi esa 1044 metr. Bu xiyobon 19-asrning oxirlarida barpo etilgan. Bu bog'da terak, qarag'ay, chinor kabi daraxtlar bilan o'ralgan 3 ta xiyobon 2 ta yo'lakdan iborat. Dastlab Abram xiyoboni, keyinchalik esa Maksim Gorkiy, mustaqillikka qadar O'zbekiston, hozirda esa Universitet xiyoboni hisoblanadi. Qizig'i, bu yoqda zeb berib turgan nina-bakli daraxtlar, archalar o'zlaridan 30 kilogramm atrofida fitonsid moddasini ishlab chiqaradi. Bu tabiiyki havoni tozalashga umuman zo'r yordam beradi. Xullas, qisqa qilib aytganda, agarda Samarqandga kelsangiz, bu xiyobonga kelmasdan ketmang. Bugun o'sha mashhur bo'lgan Samarqand shahridagi Bulvar xiyoboni haqida gaplashamiz. Hozirda Universitet xiyoboni nomi bilan mashhur bo'lgan bu joy kengligi 128, uzunligi esa 1044 metr. Bu xiyobon 19-asrning oxirlarida barpo etilgan. Bu bog'da terak, qarag'ay, chinor kabi daraxtlar bilan o'ralgan 3 ta xiyobon 2 ta yo'lakdan iborat. Dastlab Abram xiyoboni, keyinchalik esa Maksim Gorkiy, mustaqillikka qadar O'zbekiston, hozirda esa Universitet xiyoboni hisoblanadi. Qizig'i, bu yoqda zeb berib turgan nina-bakli daraxtlar, archalar o'zlaridan 30 kilogramm atrofida fitonsid moddasini ishlab chiqaradi. Bu tabiiyki havoni tozalashga umuman zo'r yordam beradi. Xullas, qisqa qilib aytganda, agarda Samarqandga kelsangiz, bu xiyobonga kelmasdan ketmang.